Qaysi shu konsertni boshlaymiz esa. Konsertni Soat boshlaymiz. 8dan kech bo'lmasin. Kech bo'lmaydi. Tushundingizmi? Yana mikrofon ulangan yo'q, o'nday bo'lgan joqda qaymami, o'zi zo'r aytadi. Ularga gap yo'q. Bosdingizmi siz? Aytmaysizlar. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hamma kasa zo'rsizlarmi? Ular to'da bobo yana nima eshitib boshladi demang aynan. Biz xudo xolasa shanba kuni kelayotgan shanba kuni ana chislar necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Men chislama nech? 3-may bo'ladi. 3-may kuni rayon Raminskiy choyxona Alibaba degan Stansiya fabrichная. Fabrichный stansiyaning oldida. Nasibda konsert organizatsiya qildik. Laqay reper ko'pchilik taniydi. Madina Bono Oripovna O'zbekistondan Farg'onada bittagina deb chiqishiga aytgan farg'onalik opamiz Navruzjon Lamrodov haligi Jezdam keldi deganda jugurib chiqarib oldi deydi-ku. Men shu yerga kayf qilaman. Shu qo'shiqning avtori Laqay reper esa bu juda ham ko'p qo'shiq chiqargan. Madina Bononing endi men ovoziga besh ketaman. Qizil ko'ylagim deydi-ku, bir qizil ko'ylak bilan chiqqan trendda takishdi. Aziz do'stlar, hammalaringizni kutib qolamiz. Adresimizni yana qaytarib o'tamiz. Metaligi stansiya fabrichning oldida rayon Raminskiy choyxona kafe Alibabada soat kechki payt 8:00 da boshlaymiz aynan. Bu iminnoy Raminskiy rayonining bolalari uchun bo'lyapti. Zakasnoy konsert. Faqat kelasayna mana o'rtada qirjinglaymiz aynan. Polniy xod dardlarni unutib, kredit qaynatan qarz hammasini unutamizda bir kun yayraymiz aynan bayram oldi. Takishda hammalaringizni kutib qolamiz. Nima deymiz? Bir narsa deng, sizdan bir suxan bo'lsin bizni ko'ruvchilarga, musofirlarga. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni 3-may kuni, haftaning shanba kuni konsertga taklif qilamiz. Konsertimiz xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana Navruzbek deb ukamiz, reper ukamiz, hamda Amajon Qultayev ukamiz. Sizlar bilan birgalikda azizlar. Hammanglar kelinglar, kutamiz. Takishda aynalar polni gazini bosamiz. Ikkita qasab qilsak ham bo'lmaydi. Talash ketmayman ayna. Talashaman. Ha, unday bo'lsa, ana shu shapkalarni aytadi. Shu deydi, yorarga ham o'ynayman deydi. Muxlis ekan. Ayna men sizni tanib qoldim. Kelmasangiz shu kuni, kelmasangiz xafa bo'lamiz. Ha, sizmi? Ikkomiz o'ynaymiz. Jonime, nurida chashmonime degan qo'shiqni bilasizmi? Ana shu o'ynaymiz. Takishda bu yerda sho'x aynalar bor ekan. Xudo xolasa, konsert tinch qana, do'stona o'tib ketadi degan umiddamiz. Kengizlar ayna. Syomka qilgan yana esimizda qolib ketmaydi. Aha. Chiqib ketmasin. Sultonobod keladi. Sultonobod kutamiz sizlarni. Gruppalarni tarqating. Sultonoboddansizmi? O'len jigarlardan ekansiz. Sultonobod keladi o'sha yerga inshaalloh ko'rasizlar. Bo'ldi aynan, bo'ldi. Kutib qolamiz. Takishda aynalar hammalaringizni kutib qolamiz. Bu Moskvada bunday konsert bo'lmagan deb o'ylayman. Juda his qilyapman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaringizni kutamiz. Keng ayna. Ayna kafening oti Alibaba ekan. 40 qarashisi yo'q maxi. 40 qarashisi. Hammasi yaxshimi? Bo'ldi esa. Ular prosta molladan haraq qaragan payt ko'rsatyapman. Keng ayna. Sog' bo'ling ayna.